Ushbu loyiha Qo'rg'ontepa tumani Qizilto'qa MFA'da joylashgan konturda amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha 30 gektardan iborat. Eziligi 450 metr, bo'yni uzunligi 450 metr, eni uzunligi 650 metr. Bu yerda brokoli karami yetishtirilmoqda. Mahsulot 101 kun davomida yetishtiriladi. Ushbu muddat davomida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Bu konturga 95 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har biriga o'rtacha 15 gektardan 15 sotiqdan yer maydoni to'g'ri keladi. Bu yerda o'rtacha 1 gektardan 30 tonna jami 900 tonna mahsulot olish rejalashtirilgan. Ushbu hosil yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham unumdor serhosil mahsulot ekilib yig'ishtirib olinadi hamda yedagilarning daromadi oshirib boriladi.